yechinganda qo'ng'irchoqni ko'rasizlar. Arabistonlik ayollarni bilasizlarmi? Uzun qora abayalarni kiysa ham ular sekreti bor. Ular yechinganda oyoqlarida baland kabluklarda oyoqni kablukini tagigacha rezinkali poshnalar taqib olishar ekan. Juda ham chiroyli ko'rinishda yechinganda qo'ng'irchoqni ko'rasizlar. Avvallari nega grija masalasi umuman kuzatilmagan ko'pchilikda. Hozirgi kunda juda ham ko'payib ketyapti. Chunki avvallari 3 mahal ovqatlanishgan va harakat ko'p bo'lgan. Hozir esa 5 mahal ovqatlanishadi, harakat juda ham kam. Va hamma ayollar почти bir xil splashnoy tekis krossovkaga o'tib olishgan. Avvallari platformalar, kabloklar, poshnali tuflilar kiyishgan. Hozir esa hamma bir xilga o'tib olgan. Shuning uchun biz ham avvalgidek poshnali, kablokli, platformali oyoq kiyimlarni kiyishni o'rganishimiz kerak va boshlashimiz kerak tezlik bilan. Nimaga deysizlarmi? Oyoq uchida yurganingizda limfodrenaj bo'ladi. Limfodrenaj mashqi butun tanani tekis, tetik va ravon, krasavitsa bo'lib yurishini ta'minlaydi. Siz chiroyli yurishni boshlaganingizdan keyin o'z-o'zidan skolioz tekislashib, sizdagi grija muammosi xayrlashib ketadi. Oyog'imda varikozim bor, matочный varikozman, menga yoqmaydi, yura olmayman degan ayollar. Avvalambor sizlar boshlashingiz kerak. O'sha uchun varikoz bo'lib ketyapti. Oyoqning muskullari, oyoqning harakatlari sizdagi og'irlikni ko'tara olmagani uchun, siz o'zingizdagi hamma narsani tashab qo'yganingiz uchun sizda grija, varikoz va matkapushenniya rivojlanyapti. Bularning hammasiga limfodrenaj mashqini yetishmovchiligi sababli. Siz harakatni boshlang, rezultatiga menga rahmat deysiz. Onajonim menga doim gapiradi. Voy, shu batak krossovkalaringni nima qilasan? Baland qo'pol deydilar. Menga sog'lig'im, chiroyim o'zimga kerak-ku, avvalambor, to'g'rimi? Shuning uchun sizlarga ham tavsiya qilgan bo'lardim. Krossovka kiygan taqdiringizda ham podyomi boridan kiyinglar. Podyomi yo'llarini olib tashlanglar. Kerak vaqtda ishlatsanglar bo'ladi, kerak emas vaqtda, kerak emas. Hattoki ko'chaga sayr qilgan 10 ming qadam yurgani chiqqaningizda ham podyomi bor oyoq kiyimni kiyib, shunchaki toza havodan sayr qiling, lekin semichga chaqmang, baribir kaloriyani qoplab kelasiz. Va biz mamnaqa jinnicha oyoq kiyimlardan mamnaqa chiroyli oyoq kiyimlarga o'tsak, o'zimiz ham xunuk holatdan chiroyli holatga o'zgarishni boshlaymiz. Har doim birinchi qadam 10-qadamga yurishga imkoniyat beradi. Voy, oyog'im og'rib ketadi, charchab ketaman deysizlarmi? O'rganib ketasizlar. Bir kun og'riydi, spid surasiz, 2 kun og'riydi, mast surasiz, 3-kuni o'rganasiz. 4 ta farzand tug'ib ham yurimiz-ku, chiroyli qiz bo'ladi. Siz ham chiroyli bo'ling.